Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizda navbatdagi ishtirokchi bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizdan tashrif olamiz. Ismingiz? Jahongir, Nigmatov Jahongir ismi. Jahongirda birinchi mototsiklini esla oling. Esla olaman, bu juda ko'p muddat bo'lmadi. Xitoy mototsiklidan boshlaganmiz o'zimiz ham. Lekin ko'pga cho'zilmadi. Bir haftadan keyin almashtirishga to'g'ri keldi, sababi kuchi yetmagani uchun. Tushunarli. Eng maksimal tezlik nechiga chiqqansiz? Bu mototsikl Suzuki bo'lsa 320 gacha o'zi aslida chiqadi tezligi, lekin hozirgi kungacha 270 gacha chiqqanmiz. 270 ga chiqqansiz. 270 ga chiqqan paytingizda nimalarni his qiladi odam? Birinchidan adrenalin bo'ladi, maza bo'ladi. Bu turgan gap. Masalan, nimalarni his qilasiz? Tasavvur qiling, 280 tezlikda ketyapti. 270 tezlikda ketyapti. Orada xavotir ham bo'lib qoladi, mashina chiqib qolmaydimi degan maqsadda. Tushunarli. Chunki bizda O'zbekistonda hali odamlar bunaqa o'rgangani yo'q. Motosportga yo'l berish shunaqa narsalar kamroq. Ko'pchiliklar ko'rmay qoladi mototsiklga. Ularning ko'zlari baribir mashinaga mo'ljallangan bo'ladi. Hobbingizni bildik, mototsikl. Aslida kasbingiz nima? Nima kasb qilasiz? Hozirgi kunda ishlab chiqarish zavodini yo'lga tushirganmiz. Butun O'zbekistonga qora metalldan stelaj buyumlarni biz ishlab chiqaramiz. Joyimiz TTZda joylashgan. Misol uchun любой odam kelib, uni ko'rib ketishi mumkin. Nomi bizning logotipimizning brendi iRaf degan. Odamlarga misol uchun iRaf deb eshitilganda mana iPhone deyshadi. Shuni hissasiga birinchi qismini ayni olib, ikkinchisini raf degan so'zini ishlatganmiz. Turkchada aylantirganda stelaj degan. Dab stelaj ma'nosini beradi. Katta korxonalarga o'sha skladlarga kerak bo'ladigan buyumlardan biri hisoblanadi. Tushunarli. Jahongirda eng yaqin do'sti bor albatta. Do'stingizni eng siz yoqtirgan xarakteri qaysi biri? Xo'p, bu savolingiz juda qiziqarli bo'ldi. Avvalambor bunaqa insonlardan bir nechtasini ayta olaman, lekin bundan biri ismlari Olovuddin aka. Bu inson moto dunyoda ham ancha taniqli insonlar va juda mardlar. Gaplariga javob berib, misol uchun nima yordam kerak bo'lsa ayamaydigan insonlardan biri. Demak, insoniylik xarakterlarini qadrlaysiz. Shunaqa. Bunyodkor stadioni xabaringiz bo'lsa 34 mingta odamni o'z ichiga oladi. Moto musobaqa bo'yicha siz dunyo chempioni bo'ldingiz. Hamda sizni Jahongirga so'z deb turib, mana jahon chempioni, moto jahon chempioni Jahongirga so'z beramiz deyishdi. Siz odamlarga qarata, 34 ming xalqqa qarata nima degan bo'lardingiz? Avvalambor odamlarga agar shunaqa xudo xolasa bo'lsa, insoniyatlikni yo'qotmaslikni so'raydim. Nima bo'lgan taqdirda ham. Nima niyatda bo'lsa, faqat oldinga intilishga. Bu dunyoda hech nima maqsad bilan kelinadi va maqsad bilan ketiladigan dunyo. Maqsad sari oladigan bo'ladi. Shunaqa. Moto uchgan paytingizda siz doimo xursand bo'lib eslaydigan voqea bormi? Shuni biz bilan bo'lishsangiz yaxshi bo'lardi. Moto bilan uchganimni o'zi xursandchilik. O'zi xursandchilik. Ha. Uchganim. Chunki bu anchadan beri bir orzuyimdan biri edi. Xudoga shukr o'rgandik. Mana peshonamizda yozilgan ekan. Shu yangi o'rganmoqchi bo'lgan mototsikl qiziqadigan odamlarga tilagingiz nima bo'ladi? Ko'pchilik ma'lumot uchun qo'rqadi mototsikl mingan. Ko'pchilik qo'rqadi, xohlaydi, lekin velosiped bo'lsin, skuter bo'lsin, oqibati bitta. Nima bo'lganda ham qo'rquv yo'qotmasin, o'ziga ishonch komil qilsin va haydasin. Bunaqa ko'paysa bizga yaxshi. Tushunarli. Eng ko'p kolonna bo'lib ketganingiz uzoq masofa qayer bo'lgan, agar siz bo'lmasa? Kolonna bo'lib ketgan bo'lsak, bu o'tgan yilda moto festivalda edi, ochilish marosimida edi. Eng uzoqroq masofa bo'lsa, bu vodiyga qarab yurganimiz. Vodiyga. 3 ta inson bilan ketganmiz. Juda uzoq masofa edi. Belli orib ketgan. Mototsikldan tushamiz, tusholmaymiz, chunki oyoqlar hamma yoq qotib qolgan bo'ldi. Lekin o'ziga yarasha qiziqarli bo'lgan. Jahongirda hayotdagi eng katta orzusi nima? Orzu emas, amal. Nima bo'lgan taqdirda ham mana shu niyat qilingan narsaga erishish.
Nimani o'ylasangiz, albatta shunga astoydil harakat qilasiz va shunga erishasiz. Albatta. Tushunchagingiz bo'yicha. Hayotda o'ylagan katta orzularingizga yetishingizda biz tilakdosh bo'lib qolamiz. Rahmat. Sizlarga ham ishinglarga Bizga rivoj. suhbatdosh bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.